Xitoy undidarga aloqador 9 ni qilmaslik qoidasini yo'lga qo'ydi. 9 mart Dajiyuan to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy 2 yig'in mezgilda undidar uchurlarini qattiq tizginlab, cheklangan uchurlarni yo'llagan kishilarga 1 yildan 8 yilgacha qamoq jazosi bermoqchi bo'lganligini e'lon qildi. Xabarda 2 yig'in mezgilda Xitoy to'r soqchilari undidar uchurlarini tekshirishni kuchaytirib, 10 dan yuqori odam bor undidar to'plarini bir-birlab tekshirishdan o'tkazganligini, undidarga aloqador siyosiyligi sezgur so'zlarni yo'llamaslik, so'z cho'chak tarqatmaslik, ichki materiallarni tarqatmaslik, Tayvan, Hong Kong, avminga aloqador xabarlarni tarqatmaslik, harbiy ishlarga aloqador uchurni tarqatmaslik, o'z oldiga xabar tarqatmaslik, dinga munosabatli uchurlarni tarqatmaslik qatorliq 9 ni qilmaslik qoidasini o'ttirg'i chiqarib, xiloflik qilganlarni 1 yildan 8 yilgacha jazolaydiganligini e'lon qilganligini oshkorladi. Amerika Uyg'ur uyushmasining raisi Dilshod Hasan apandi bu vaqtda to'xtalib, Xitoy chiqargan 9 ni qilmaslik qoidasi faqat Uyg'urlarga qaratilgan. Xitoy fuqarolari bu qoidaga xiloflik qilsa, ig'ir bo'lganda 1 yil kesishi, hatto qo'yib berishi mumkin. Uyg'urlar Xitoy chiqargan oddiy bir qoidaga xiloflik qilish emas, balki sababsiz turmalarga qamilib, hayotidan ayrilmoqda deganlarni bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik huquq komiteti Xitoyni aybladi. 9 mart Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik huquq ishlarining yuqori darajalik mutaxassisi Zeyd Al-Husayn Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetining yillik dokladida Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligini aybladi. Xabarda Zeyd Al-Husayn Xitoyni tanqidlab, Xitoy raisi Xi Jinping insoniyatning o'rtaq kelgusini barpo qilish shuarini to'g'lavatdi. Biroq Xitoydagi kishilik huquq ahvoli barg'ansir yomonlashdi. Ishxonamga Xitoyning o'xshamagan siyosiy maydondagi kishilarni nazarband qilganligi, bir qism kishilarning izdiraksiz yo'qolib ketganligi, kamsitilganligi, kishilik huquqi buzg'unchilik qilish, Tibet va Uyg'urlarga umumyuzlik buzg'unchilik qilish haqida jiddiy arizlar kelyotdi deganlarni bildirdi. Vijdon karvoni Istanbulga qaytib keldi. 9 mart Vijdon karvoni faoliyatini tugatib Istanbulga qaytib keldi. 6 mart saharda Istanbulning Yenikapı maydonidan 55 davlat va rayondan kelgan ayollar bilan birga yo'lga chiqqan 150 nafar Sharq Turkiston tashkilotlar birligi vakillaridan tashkil topgan xonim-qizlarimiz İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Oqsaroy, Anqara, Adana, Hatay qatorliq shaharlarda elib borgan faoliyatlarda Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvolini muvaffaqiyatli tunishtirib, bugun atgan Istanbulga qaytib keldi. Sharq Turkiston tashkilotlari birligidan tashkillangan 40-50 ga yaqin kishi Yenikapıga chiqib, ularni kutib oldi. Kutib olishda Ma'rif jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon so'z qilib, bu qitimqi faoliyatning nihoyatda muvaffaqiyatli elib berilganligini, kutilgandan ko'proq natija bilan oyoqlashganligini bildirdi. Berma BDT'da o'zini oqlashga tirishdi. Berma prezidenti va tashqi ishlar ministri Aung San Suu Kyi'ning milliy xavfsizlik maslahatchisi Sangtung arakanlik musulmonlarga qarshi irqiy qirg'inchilik yoki etnik tozalash elib berilmaganligini ilgari surdi. Turkiya Ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, maslahatchi Sangtung BDT kishilik huquq oliy komissari Zeyd Al-Husaynning tunugun 8 mart e'lon qilgan 2017 yili 25 avgustdan tortib arakanlik musulmonlar ustidan irqiy qirg'inchilik elib berilganligiga oid kuchlik dalil isbotlarning borligi haqidagi bayonotidan keyin BDTning Janvadagi ishxonasida axborot e'lon qilishini o'tkazdi. U Berma hukumati BDT va xalqaro tashkilotlarga Arakan shtatini ziyorat qilish ruxsati bermagan bo'lsa-mu, biroq musulmonlarga qarshi irqiy qirg'inchilik yoki etnik tozalash elib berilganligiga oid aniq dalillarning yo'qligini bildirdi. U pat-pat Bermada etnik tozalash yoki irqiy qirg'inchilik elib berilyotidi degan so'zlarni anglab turyapmiz dedi va Berma hukumatining mundaq siyosatining yo'qligini ilgari surdi. G'aljirlashgan buddistlar va Berma xavfsizlik kuchlarining hujumlari sababli taxminan 700 ming arakanlik musulmonning Bangladeshda panohlanayotganligini ko'rmasga solgan maslahatchi Tong, Arakan shtatidagi musulmonlar nufusining ko'pinchisining hozirmi o'z makonlarida yashayotganligini qayd qildi. U Arakan musulmonlarining Bangladeshga qochib ketishga majbur bo'lishini Arakan Rohingya ozodlik armiyasidan qo'rqqanligiga bog'lab tushuntirishga tirishdi. BDT Musofirlar oliy komissariyatining xalqaro qo'g'dash direktori Volker Turk 2017 yili noyabrda e'lon qilgan bayonotida
Arakan shtatining shimolida faqat 150 ming musulmonning qolganligini bildirgan edi. BDT kishilik huquq oliy komissari Zayd al-Husayn tunugungi bayonotida kishilik huquq kengashi ishxonasi Arakan shtatida etnik tozalashning davomlashayotganligiga ishonadi. Kengashning bilganidek, kishilik huquq ishxonasining Arakan shtatida 2017 yili avgustdan tartib irqiy qirg'inchilik yuz berganligiga oid kuchlik dalillari bor degan edi. Wang Yi Navoda savdo urushi yuz berib qolsa tegishlik javob qaytaramiz dedi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi davlati bilan Amerika Qo'shma Shtatlari orasida savdo urushi yuz berib qolgan taqdirda tegishlik javob qaytaradiganligini aytdi. Türkiye Ovoz Radiosu'nun xabarida bildirilishicha, Wang Yi payshanba kuni Beijingda muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. U Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Xitoyning yuz bergusi bir savdo urushi to'g'risida to'xtalib, bundaq ahvolda barliq taraflarning ziyon tortadiganligini va Beijing doiralarining payti kelganda muvofiq javob qaytaradiganligini aytdi. Wang Yi savdo urushining masalani hal qilishning to'g'ri yo'li emasligini ilgari surgan holda, bo'libmi bugunning yer sharlashgan dunyosida savdo urushiga kirish to'g'ri emas dedi. Beijingning Janubiy Xitoy dengizi masalasida tinchlik va muqimlikni qo'g'dash irodasining qat'iy ekanligini bildirgan Wang Yi, rayonda tinchlik va muqimlik kapolatga ega qilinganligi uchun ba'zi tashqi kuchlarning buningdan bearomlik his qilganligini va suvni bulg'ashga urinayotganligini aytdi. U so'zda yana Xitoyning Amerikaning o'rnini tortib olish xiyoli yo'qligini ilgari surib, Xitoyning zo'r taraqqiyotining Amerikadagi ba'zi kishilarda Xitoyning Amerikaning o'rnini elish maqsadi bor degan tushuncha paydo qilyotdi. Ammo bu to'limi cho'ng va strategik bir xatolik dedi. Wang Yi Xitoyning taraqqiyotining dunyo uchun foydaliligini, Amerika Xitoy ikki davlatning raqobatchi bo'lishining o'rniga hamkorlashuvchi bo'lsa bo'lganligini va Xitoydagi taraqqiyotning tinchlikparvar bir taraqqiyot ekanligini ilgari surdi. Biroq Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan o'xshash bir kunda yana Xitoyning Harbiy ishlar tadqiqot akademiyasining boshlig'i general He Lei so'z qilib, Xitoyning Janubiy dengizda mudofaa aslahalarini o'rinlashtirish orqali Janubiy dengizdagi egilik huquqini kapolatga ega qilishi kerakligi haqida jar solgan. Birlashma agentligining muxbirlari general He Lei'dan Xitoyning Janubiy dengizdagi sun'iy orol qurilishi va rayonga harbiy aeroplan yo'tkash masalasi haqida savol so'raganda, u javob berishni rad qilib, uni Xitoyning ichki ishi degan. Kürşat Mijan qurolliq hujumga uchradi. Har doim Sharq Turkiston xalqining yendi bo'lib kelayotgan Istanbul Alparan Ocaqlari raisi Kürşat Mijan apandi tunugun kech tashkilotning Sultonbeyli rayonidagi sho'basida yig'in qatnashgandan keyin qaytish yo'lida qurolliq hujumga uchradi. Hujum kech soat 10 dan keyin yuz bergan bo'lib, hujumchilar ikki mashina bilan Kürşat Mijan o'ltirgan mashinani yondab kelib, avtomat bilan ikki tarafdan o'q chiqargan. 3 pay o'q mashinaning o'ng taraf orqa eshigining aynikiga tekkan. Hujumchilar Kürşat Mijanni mashinaning orqa tarafida deb o'ylagan bo'lib, u baxtga yarasha mashinaning oldida o'ltirganligi uchun bu qitimqi hujumdan omon qolgan. Hujumchilar naq maydondan darhol qochib ketgan bo'lib, saqchi doiralari voqeani tunugun kechidan buyon jiddiy tekshirmoqda. Voqeaning kimlar tarafidan nima maqsadda elib berilganligi aniq emas. Sharq Turkiston tashkilotlari birligi bayonot e'lon qilib, butun Sharq Turkiston xalqining Alparan Ocaqlari tashkiloti raisi Kürşat Mijan bilan birga ekanligini, Allohning uni bu hujumdan sog' salomat qutqazganligiga hamdlar aytadiganligini bildirdi.